Qalbimni cho'lg'atgan qissa. Qiz onasiga dedi: "Oyi, nima qilyapsiz? Kech bo'ldi-ku, uxlamaysizmi? Soat ham 3 dan o'tibdi. Hozir tong otadi. Uxlay qoling, o'zingizni qiynamang. Ertaga kun yorug'ida birgalashib tugatib qo'yamiz." "Qizim, sen uxlayver. Men hozir bir pasda shuni tugataman-u, men ham uxlashga kiraman. Ertalabga nonimiz qolmagan. Shuni tugatsak, ertalab azonda topshirib puliga 2 ta yangi kelgan buxanka non olib kelasan. Xo'p qizim, singling och uxlab qoldi-da." "Yo'q oyi, nega? Kechqurun hammamiz yaxshi ovqatlandik-ku. Kartoshka piyozdan qilingan yarim kosa sho'rva nima ham bo'lardi. O'qishingiz kerak. Hali yaxshi inson bo'lasizlar. Katta odam bo'lsanglar, dasturxonimiz yana to'kin bo'ladi. Ha qizim, singlingni och uxlab qolgani yaxshi bo'lmadi-da. Uxlaganlaringdan so'ng 2-3 marta uyg'onib, 'Oyi, non bormi? Ozgina non bering' deb so'radi. Nima deyarimni bilmay qoldim. Oilada 3 kishimiz. Oyim, men va singlim. Singlim maktabga ham chiqmagan hali. Aqli yetmaydi-da, hali oyimdan ko'p narsa so'raydi. Bilmaydi-da, biz hamma kabi emasmiz. Dadamning o'zga yurtga ishlagani ketib, qaytib kelmaganini, oyimning tunlari uxlamasdan tun qavib chiqishlarini, bizni o'ylab siqilishlarini bilmaydi-da. Bo'g'zimga o't qadaldi. Oyim oxirgi bir necha kundan beri tuzukroq tuz ham totmasdan, uxlamasdan pul topish uchun harakat qilyaptilar. Qani edi qo'limdan kelsa yordam bera olsam. O'tgan kuni yig'lab o'tirgan ekanlar. Qo'llariga igna kirib ketibdi. Bu birinchi marta emas. Qo'llari qavarib ketgan bu azoblardan. Aslida bizni o'ylab siqiladilar. Shu uchun yig'laydilar. Garchi dadang kelsalar hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi iziga tushib ketadi deb bizni ovutsalar-da, o'zlarini o'zlari aldayotganliklarini biladilar. Biz ham bilamiz. Dadam endi kelmaydilar. O'tgan 5 yil ichida u yerlarda yangi oilali bo'lib ketibdilar. Men ham tezroq ulg'ayib oyimning og'irini yengil qilsam edi. Singling yosh hali, uni xafa qilma. U senga eng mehribon inson bo'ladi. Sizlar ham anchadan beri yaxshi ovqat yemadinglar. Ertalab yaxshi nonushta qilib beraman. Uxlay qol qizim. Ertalabki vaziyatni bir umr yodimdan chiqara olmayman. Oyim o'sha o'tirgan joylarida, qo'llarida nina, tizzalarida to'nning yeng qismi. Bir bo'lakkina o'chay deb qolgan sham yorug'ida ko'zlari ochiq bir nuqtaga tikilib o'tirardilar. Yugurib bordim. Qo'llari muzdek edi. Etim jimirlab ketdi. Oxirgi ayta olgan so'zim shu bo'ldiki, oyijon, ko'zingizni oching. Men tez katta bo'laman. Tez katta qiz bo'laman. Faqat iltimos, bizni tashlab ketmang.
maktab yoshidagi qizi onasiga og'irlik qilmasin uchun pul so'rashdan tortinib eski daftarlaridagi bo'sh varaqlardan daftar yasayotganida daftar simchasi jajji barmoqlariga kirib ketib qanchalik azob berganini oilasidan uzoqda o'z rohatini ko'rib yurgan ota his qila olarmikan? O'sha ota hayotdan quvnab 3-4 kunlik yoru birodarlari bilan ko'krak kerib yurganida uydagi naslining davomchisi, qariganda boqguvchisi, qazosi yetsa ko'mguvchisi, jigarbandi o'g'li ko'cha-ko'yda otasining qilmishi uchun yelka qisib yurganini bilarmikan?